Xonamizni bitirish uchun 5 kun, 6 kun, 7 kungacha vaqt ketadi, bir haftagacha. 3 kunda ham bitirib beradi ekan, faqat $2000 bo'ladi. To'g'rimiz dekor bo'ldi. Klinkerga o'xshagan dekor, Rabosani kafellaridan bo'ldi. Qolgan joylarimiz, ba'zilarimiz polni, однотонный oq pol materialdan bo'ldi. Epoksidlarni ham hozir qo'ydim. Polni devorda qoldi. Nishalar, 45 polni burchaklar tayyor bo'ldi. Xudo xolasa 6 kun deganda, xudo xolasa polni bitirib oldik. Endi qolgandan keyin epoksidlarni ishlatasak